Xorazmshoh otsiz Sulton Sanjarni Qoraqitoylarga qarshi yurishidan oldin ilk o'laroq Xorazmni bo'ysundirish uchun kelishini bilardi. Shu sababli tobeligini izhor etib, umrbod unga sadoqat bilan xizmat qilishga qasam ichgan edi. Xorazmshoh tobeligini bildirganidan so'ng Sulton Sanjar 100 ming kishilik qo'shini bilan Movarounnahr tomon harakatlandi. Ikki qo'shin 1141-yil sentyabrda Samarqand yaqinidagi Qatvon dashtida to'qnash keldi. Qatvon jangida Sulton Sanjar Qoraqitoylardan qaqshatqich mag'lubiyatga uchradi. O'zi esa Termiz shahriga qochishga majbur bo'ldi. Bunday qulay vaziyatdan foydalangan Xorazmshoh otsiz esa shu yili oktyabr oyida Saraxs ustiga yurish qildi. Saraxsga yetib kelganida uni buyuk din olimi Abu Muhammad Az-Ziyodiy kutib oldi. Xorazmshoh unga katta hurmat ko'rsatdi. Shahar ahli qarshilik ko'rsatmadi va taslim bo'ldi. Xorazmshoh otsiz Saraxs shahridan Saljuqiylar poytaxti Marv tomon yo'l oldi. Yana bir buyuk diniy olim Ahmad al-Baxirziy Xorazmshoh huzuriga borib, undan Marv ahli uchun shafqat qilishni va askarlari ularga hujum qilmasligini so'radi. Xorazmshoh bu taklifni qabul qilib, shahar tashqarisida qoldi. Shayx Abul Fazl al-Kirmoniy va shaharning zodagonlari chaqirildi. Muzokaralar davom etarkan, bu orada Marv ahli qo'zg'olon ko'tarib, Xorazmshoh askarlarini o'ldirdilar.